keldi. Erim keldi, erim keldi, erim keldi, erim keldi, erim keldi. Dadasi. Kral qaytdi. Assalomu alaykum. Qani, bugun xo'jayinimlar vohli kelib qopdilarmi? Endi bugun bir odamlarga o'xshab xotinimga vaqt ajratay dedim-da. Bugun xo'jayinimlar o'zingga nima xohlaydilar? Nima yegilar kelyapti? Ha endi bir yumshoqqina, do'mboqqina, go'shtli bir manta bo'lsa. Bir 20 tasini tiqardim-ku. Mantimi? Uni xamirini qilish kerak, go'shtini to'g'rash kerak, piyozini to'g'rash kerak, xamirini yoy, tuv, qasqonga sol pishir. Ish ko'p, boshqa ovqat ayting. Mantiqiymi? Bo'pti, unda rahmat qilgin, ha? Mantani cho'pchab ol. Qilib yeymisan. Endi lag'monmi? Lag'monni ham xamirini qir, uni cho'z, sho'rvasini tayyorla, uni yopishib qolmasin deb qarab tur. Bo'lmaydi, manta nima, lag'mon nima? Ozor ovqat eting. Nimangiz kelyapti? Ha, yegim kelganini so'rading shekilli. Vaqt ko'p ketadi unga. Boshqa narsa ayting. Nimangiz kelyapti? Nima tayyorlab bering? Любойni tayyorlab beraman. Aytdim-ku, lag'mon, manti. Nima u ovqat emasmi? Yo'q, u ovqat emas. U azob. Shunaqa. Unda norin qilib ber. 2 soat ketadi. Osh. Yana osh. Boshqasi. Qozonkob. Galpsi. Qiyin. Chuchura. Mayda ish. Bo'lmaydi, boshqa. 5 barmoq. Yo'q, bo'lmaydi. O'zi nima ovqat qilishni bilmaydi. Yana nima ovqat qilay deb so'raydi. Aytsang qilmaydi. O odamzod hech bo'lmasa 4 ta tuxum qovurib ber, ha? Hali xolodilnik olish kerak, tuxum olish kerak, gaz yoqish kerak, skоворodkani qo'yish kerak. Unda yog' sasiydi, keyin tuxum sachiraydi, unga tuz sepish kerak. Bo'lmaydi. Tavba qildim. Bu ayol odam bo'lmaydi. Nima qilay deb so'raydi. Aytsang qilmaydi. Rahmat. Qornim to'ydi o'zi. Bilganingni qil, tushundingmi? Bilganingni qil. Bilganimni qilaymi? Yuring, unda ko'chaga chiqib, bir ovqatlanib kelaylik. Shu erim pulni shu o'ynab kulib topadi o'ylaysan-da, ha? Yerdan supurib olasiz-ku. Xotin, sen tentak bo'lib qolibsan. Tentak! Sabiya keldi. Yoqqa kel. Enam yo'qligidan foydalanib, bir erkakcha gaplashib olaylik. Uji bor-ku, nadayel. Tushundingmi? Nadayel. Kesga. Nadayelmish. Men davno nadayel bo'lganman. Bir gaplashib qo'ymasam bor-ku, baxshi bo'lmayapti-da. O'may qarada. Shunday bir go'zal husning bor-da. Chiroyli bir ko'zlaring bor-da. Qoshlaring chiroyli, kipriging chiroyli, bir lablaring chiroyli. Burningni aytmaysanmi? Bir nafis. Qomat, soch, dahshat. Chotchi, chiroyli. Lekin til bir qarich. Ummadığında bir güneş parlar bazen. Shuni tushunmayman-da. Menda bir vnimatilniy savol bor. Nimaga bunaqa, ha? Yo'q, men yosh bolamanmi hali? Yo, u yoshga yetmadimmi? Nimaga bunaqa? Ha? Hamma ayollar shunday menimcha, ha? Endi moy sotganda aybini aytib soat deyishgan. Lekin bizga sovchilar borganda o'zaro dogovor tuzilganda shu tilim haqida aytish esdan chiqib qopti-da. Uzr endi, bir qarish til bilan tug'ilib qopman. To'g'ri, endi buni tan olish qiyin. Nima deysiz endi? Sepimga qo'shib bir qarish tilam olib kelganman-da. Qo'yil lekin. Sen bu dunyoda buni tan olmaysan deb o'ylagandim. Malades, tan olding. Jicha hurmatim ham oshdi senga. Malades xotin. Tilmisan, til. Endi odamlar oyog'i bilan emas, tili bilan yurayotgan bir zamonda bunaqa til bo'lishi avtoritet hammaga ham emas. Uncha-muncha odamda yo'q. Sizchi men bilan faxrlaning. Qanday maqtanay? Xotinim mana shuncha tili bor deb maqtanaymi? Ha? Mahalladachi gerdayib yuring. Mana shundoq kerilib yuring. Bu til bilanchi uncha-munchasini go'rdan olib go'rga tiqaman. Zubdayu. Men bor-ku. Qiz tanlashda bor-ku. Qo'ldan kelgancha xato qilganman-da. Yo, odam ham shunaqa bir chapko'r bo'ladimi, ha? Yo, g'ilay bo'ladimi? Meni ko'zim qayerda edi? Ko'zingiz ko'zlarimda edi. Lekin tilim bekinib turganda. U chiqsa
to'y atmenida. Agar men o'lsam, nimadan o'ldi deb so'rashsa, 5 metr tilli tagida qolib o'lib ketdi degin. О, ну да. Qizim. Men keldim. Hey. Dedam keldilar. Qizim. Senga olib keldim. Shokolad. Rahmat dedajon. Bo'ldi. Bor, darsdan yema. Dada, o'zga chiqib kelmadingizmi? Yo'q qizim. Buni ham senga olib keldim. Yonimda qolib ketibdi-da. Men o'zi chipsdan nafratlanaman-ku. Buni ham oling dada. Onnanga o'xshamaydi. Hurmatli ayollar, eringizni urish, unga baqirish, uni so'kish mumkin emas. Shunchaki bitta nigohingizni o'zida uni oyoqlari qaltirab qolsin. Ayol kishi bilan tortishganda uni yutishni ikkita yo'li bor. Birinchisi, yo undan oldin yaxshilab yig'lab berish kerak, yoki o'zingni o'lganga solishing kerak. Menimcha ikkinchisi qulay. Hos. Alo. Ishdaman. Bo'pti, gap ko'paytirma. Mana shunaqa gaplar. Labay xotinjon, mana boryapman. Boya videolarni kechir. Uchyapman, xotin, uchyapman. Пацанам посчитать потери, суммы нули погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени, заливая